Bu videoda ko'rib traktor bozori deb o'ylashingiz mumkin do'stlar. Haqiqatan ham traktor bozori. Hamma texnikalar sotiladi. To'rtta 82, bitta 82. Bular sizlar bilan bir chekkadan tanishtirib chiqaman. Undan oldin bitta like bosib, kanalda yangilar obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa texnika ishqibozlariga videoni jo'natib qo'yishim esdan chiqmasin, ha. Birinchisidagi 82, yili 2020, narxi 170 million ozmos kam bor. Hamma joy soz, ishga tayyor. Ikkinchisi 82, 2015, narxi 130 million ozmos kam bor. Hammasi holatiga qarab narx qo'yilgan do'stlar. 82 miz 2013 160 million kam bor. Bu radnoy holatda. Bu texnikamiz esa oldi balolarni qo'yib ozgina ag'baga qarash kerak. Xohlaganlarga shunday ham sotilaveradi, xohlaganlarga chiroyli qilib yurgizib ham berib sotilaveradi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu texnikamizga ham aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli holatda kelishtirib beramiz.